Qachon boshlayotgan, qachon tijorat boshlayotgan, qachon enz o'ynaymiz degan tuqqanliga bugun xush xabar. 10 oyning bir davlat bayramimizni tabriklab, yangicha Kibashning yeniga joylashgan Birliyatxonimiz, Riba Birliyatxonimiz rasmiy 10 oyning 1-kuni tijorat boshlamoqchi hamda 10 oyning 1gacha kelib enzlarimizni o'ynab ketsa, yaxshilardan shunday maqsad. Har qanday baho taklif fikr bo'lsa berib ketishinglarni umid qilamiz, qarshi olamiz. Emas biz bir yana bo'shan enzimizni to'liq tushuntirib chiqaytib qoldik. Amsamish 10 oyning 1 yana normal tijorat boshlaymiz deb qoldik. Enzlarni maqata bilan aqatag'ma to'liq tuzib bo'lgan bo'ldi bir qata. Umumiy jihatdan toza qildim bilan kelib qoldi. Andan keyin bo'shanga kelsak, bo'shanlarimiz yana shu gumidarimiz turlab qolgan. KTV bo'shan. Yaxshi o'qisangizmi? Enz o'ynasangizmi? Boshqa usul o'ynasangizmi? Bo'pti. Undan boshqa matrabniki yana qahva, har xil yemeklar, to'rt pishiriqlar, shokolani chiqarib, miyalarga cho'zib qo'yamiz aram edish. Andan keyin ikkinchi qavatda o'tirib, taqaqach, hamma vatanimizdan shokol tatib pishiriqlarni ye. Suv ichib, aram ilab, enz o'ynab chiqasangiz. Ikkisi o'rin bo'ldi. Mana bo'shanlarimizning ishlari men ovozi anglanmaydi. Har qancha miyada deb chaqirib o'ynasam anglanmaydi. Mana enz shu. Nima shilipa baylongma. Bu bitibdi. Mana alamat qiqaz bo'shanimiz mana. Kelinglar. Hamsi bu Iroqdan kelgan me'morlarimiz lab qolsa, mishagidan boshlan bo'ldi. Enz o'ynasin mayli. Naqsh o'qib, TV'da o'ynaganda men usul o'ynab, men aram ilab tuqqanlar. Ama şu me'morlaringizni siz ko'nglingizdek ustolaysiz, ammo chiroqlar g'apal-g'apaldan bad xatib nechasak. Agar ma'u to'shab qolgan bo'lsa, mana yonda birisi bor. Abduljon ishni sotibdi, bekitib bilaman dedi. Mana ma'mu tutib tasasa, tozliqda to'liq qilibdi. Ama 10 oyning 1-kuni kelib qancha o'ynab kelsangiz bo'tib qilgan. 10 oyning 1-kuni rasmiy tijorat boshlaymiz. Har xil faoliyat bo'lsa bundan keyin davomli qilishni ketamiz. O'rni olib qolsa o'rna. 10 oyning rasmiy tijorat boshlaymiz. Kelib o'ynab kelsanlarni qarshag'ach, yana 10 dan 15 gacha xizmat qabul qilamiz. Ishlashni xohlaydiganlarni rasmiy ishlashni xohlaydiganlar hamisha kelib bilan tizimlasangiz bo'lmoqmi? O'rna yangicha Kibash klubining yon tarafiga yana shu Riba klubi, Meyda Jo'denning keng tarafiga joylashdi. O'rnini yana topamisangiz, ashay kiram.